Yaxshimisiz? Joydami? Joyda aka. Ha? Savol bersam maylimi? Vazirlar Mahkamasining qarorlariga bo'ysinasin. Ha. Savol. Ha, bo'lsin, nima bo'lsin? Ne bo'lmasam u nima qilmayapsiz, amal qilmayapsiz narsalarga. Nimaga amal qilmayapsiz? Ha? Nima muammo bo'lyapti hozir aka? Muammo bo'lyapti? Muammo bo'lgani yo'q, просто siz vazifangizni oxirigacha qilmayapsiz-da. To'xtatganingizdan keyin nima qilishingiz kerak aka? 975 nima yozilgan? Xo'p. O'zingiz tanishtirganingiz yo'q. Nimaga? Xo'p, o'zingiz tanishtirdingizdan deylik. Keyin nima qilishingiz kerak? Hozir nima bo'lyapti hozir? Ishtirok bo'lgani yo'q, qonun ishlamayapsiz. Qonun ishlamayapti. Nima qilyapman? Nima qilyapman qonun ishlamay? Nega? O'sha bilmayapman, men sizdan so'rayapman. Men buni talab qilyapmanmi, men o'zim olib qo'yyapmanmi aka? Siz xizmat vazifangizni to'liq qilmayapsiz-da. Nimaga? Nima sabab bo'lyapti? Bodi kamera ishlayaptimi? Xo'p, ishlayapti. Nima muammo bo'lyapti aka? Ha? Yo, nima muammo bo'lyapti hozir shuni ayting. Bodi kamerasi nima oyoqlantirmayapsizlar ekan, ishlamayotganligi haqida. Savol sizga. Ishlayotgan, ishlamayotganligi? Ha. Ratsiyaga chalg'ib hozir. Ha? Ratsiya eshitib chalg'ib. Siz hozir shuna kelyapsiz, aka hujjatlar joyidami? Qarzdorligingiz yo'qmi? Bu narsami deyapsiz. Kelyapman aka, assalomu alaykum deyapman, yaxshimisiz deyapman. Hujjatlaringiz joyidami deyapman, to'g'rimi? Hujjatlaringiz tanib qo'ying deyapman. Xizmat guvohnomasi ko'rsatingchi? Ha? Xizmat guvohnoma. Xizmat guvohnoma? Ha? Nima deysiz? Bo'ldi, yuravering. Kamanda ko'ring shuni. Hozir jo'nataveray ekan maylimi? Jo'nataveraymi? Yo'q, keling, men oldinda keling. Xizmat guvohnomangizni ko'rsating. Bor hamma narsa, komandir, keling. Siz o'zingizni majburiyatingizni bilasizmi aka? Bilaman. Ha? Bilaman. Sizdan hujjatlaringizni so'rayapman aka. Xizmat guvohnomangiz bormi yo'qmi? Bor hamma narsa. Ha, ko'rsating. Bekordan bekor bu yerda yurmayman-ku. Ha, bo'ldi, ko'rsating, ko'raychi, ishonmayapman men hozir. Nimaga ishonmaysiz? Mana aka jezilim bor, planshetim bor, kameram bor. Sotadi bilan hammasini. Nima deysiz? Sotadi bilan hammasini. Jezilni sotadi, kiyimni sotadi. Sotadi. Ha? Nega deb qilyapsiz aka? Bormi xizmat guvohnomangiz yo'qmi? Ko'rsating bo'lsa. Ko'rsating bo'ldi. Nima siz hujjatlaringiz? Ha? Bering hujjatingizni. Men birinchi xizmat guvohnomangizni ko'rgim Siz aka kerak. hujjatlaringizni bering aka. Yo'q, siz birinchi ko'rsatishingiz kerak. Haydovchi talab qilyapsiz-da. Ha. Men ham sizdan talab qilyapman. Siz oldin Siz birinchi o'z majburiyatingizni bajaring. O'z majburiyatingizni bajaring. aka. Shuni to'g'ri bo'ladimi? Aka, siz komandirmisiz? Komandirman. Nimalar bir gap berishyapti, xizmat guvohnoma ko'rsatish qiyinmikin? Qarang, ko'rinyapti. Nima qiladi? Вообще ishlashmayapti-yu bular. Men to'xtatib qo'yib boshqa joyga ketaverdi. Xizmat guvohnomasi yo'qmikan buni? Bundan oldingi, bundan keyingi videoda ko'radigan bo'lsalaring, qonun ishlaydigan bo'lsa, chiroyli muomala qilaman. Endi hali kommentariyada kibr, boshqa narsa deb yozyapsizlar-ku. Endi masalan, deyurlar, fikrlaringga to'g'risi, вообще qiziqib bas fikrlang, endi hali nimasi, yumshoqroq. Shunaqayu, ko'ryapsizlar. Hozir bundan oldin yo bundan keyin bitta video qo'yaman, uni ham ko'rasizlar. Aka, jo'nataverasizmi meni?
jo'natib olasizmi mana? Ha? Ismingiz nima edi aka? Keling baqa tanishasiz hozir. Bormi xizmat guvohnomangiz? Bor nima narsa? Ko'rsating. Hı? Ko'rsating. Hujjatlaringizni taqdim qiling. Oldin aka siz hujjatingizni taqdim qiling aka. Keyin siz mendan so'rang aka. Oldin siz haydovchilik majburiyatingizni bajarib qo'ying. Hozir men sizni hozir ichki ishlar xodimligingizga ishonishim uchun Qaydlaysiz? Qaydlaysiz? ma'qullolmayman. Ma'lumotlaymi? Bu yoqqa tushalasizmi? Bu yoqqa tushalasizmi? Yo'q, tushunmayman. Ha? Gaplashsa bilamizmi? Yo'q, bo'lmaydi. Nimaga? Bormi, siz ichki ishlar xodimimisiz? Ko'rsatingchi. Siz bilan gaplashsak bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Nimaga? Nimani gaplashasiz? Yo'q, bu yoqqa tushalasizmi? Yo'q, tushunmayman. Tushalmaysizmi? Hujjatingizni taqdim qilasizmi? Siz xizmat guvohnomangizni Ichki ishlar ko'rsating. xodimiga bo'ysunasizmi? Bo'ysunaman. Bo'ldi, hujjatingizni taqdim qiling. Ichki ishlar xodimligingiz ishdan hosil qilib olaymi men? Nimaga? Nimasiga ishonmaysiz? Bormi, bunday ko'rsatsangiz familiyatingizni Siz o'qiyman, oldin- sizligingizga bunday analik kiritib olaman. Keyin sizga hujjatimni beraman. Ismi Odiljon aka. Hm? Alloh hujjatingizni bering. Hop. Siz majburiyatlaringizni bajarmaysiz shunda, to'g'rimi? Ha? Majburiyatlaringizni bajarmaysiz. Nimaga bajarmaysiz? Sizga tushulasizmi deyapti. Bu aka. Keling aka. O'z keling aka. Men nima tushim kerak, keling aka. Nimada o'ylash kerak hozir aytinglarchi?